Assalomu alaykum. Aziz so'hlilar, hurmatli tumandoshlar. Ob-havoni keskin sovib ketishi nafaqat tumanimiz, barcha respublikamiz bo'ylab anomal harorat kuzatilmoqda. Bunday sinovli kunlarda albatta biz hamjihatlik bilan bir yoqadan bosh chiqarib, temir intizom bilan harakat qilsak, bunday sinovlardan betalofat o'tamiz. Hurmatli fuqarolar, bunday sinovli kunlarda favqulodda holatlarga yo'l qo'ymaslik, aholimizni xavfsizligini ta'minlash, aholimizdan tushayotgan murojaatlarni tezkorlik bilan hal qilish maqsadida tuman hokimligi qoshida maxsus shtab tashkil etilgan. Ushbu shtabga tegishli barcha mutasaddi rahbarlar jalb qilingan. Gaz masalasida, elektr, suv masalasida, shuningdek boshqa kommunal masalalarda bizga quyida ko'rsatib o'tilgan telefon raqamlari orqali murojaat qilishlaringiz mumkin. Shtab faoliyati 24 soat olib boriladi. Hurmatli fuqarolar, yuzaga kelayotgan muammolar bo'yicha murojaat qilishga qiyinchilik tug'dirmaslik uchun har bitta mahallalarda mahalla raisi, hokim yordamchisi, profilaktika inspektori, yoshlar yetakchisi, ayollar faoli, tuman kengashi deputatlaridan iborat bo'lgan ishchi guruhlar ham faoliyatini olib boradi. Bu ishchi guruhlarga har qanday masalalar bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Men tuman hokimi sifatida o'zimni qo'l telefonimni ham sizga mana beraman. Siz ushbu raqamlar orqali 24 soat davomida menga murojaat qilishlaringiz mumkin. 99lik kod 727 7021. Ob-havoning keskin sovishi natijasida gaz quvurlarida bosimni kamayishi kuzatilmoqda. Buning natijasida aholimizning ehtiyoji asosan elektr tarmoqlaridan foydalanishga qaratilyapti. Har xil qo'lbola elektr vositalaridan foydalanish, sertifikatlanmagan yoki standartdan o'tmagan isitish moslamalaridan foydalanish oqibatida elektr tizimida ham uzilishlar, avariya holatlari sodir bo'lishi tabiiy hol. Shuning uchun hurmatli fuqarolar, aziz tumandoshlar, havoni keskin sovib ketishi bizdan alohida hushyorlikni talab etadi. Oila a'zolaringizga, farzandlaringizga, ota-onalarimiz, munis opa-singillarimizga bee'tibor bo'lmang. Zarurat bo'lmaganda xonadoningizdan chiqmasligingizni iltimos qilamiz. Bunday vaziyatda asosan jamoat transportlaridan foydalanishingizni maslahat beramiz. Chunki anomal haroratni davom etishi natijasida tumanimizdagi metan gaz quyish shoxobchalari faoliyati vaqtinchalik to'xtatildi. Asosan gaz aholi xonadonlariga, ijtimoiy soha obyektlariga, birinchi galda shifoxonalar, maktab va maktabgacha ta'lim muassasalariga yetkazib berishi belgilangan. Tabiiyki, metan gaz quyish shoxobchalarining vaqtinchalik faoliyati to'xtatilganligi aholimizda benzin va dizel yoqilg'ilariga bo'lgan ehtiyojni ko'paytiradi. Shu sababdan zaxira hisobidan qo'shimcha sotuvga benzin va dizel yoqilg'ilari chiqariladi va davlat narxlarida sotilishi qat'iy nazoratga olinadi. Sun'iy ravishda bunday yoqilg'ilarni narxini oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida barcha chora-tadbirlar ko'rilgan. Hurmatli fuqarolar, albatta inson qadri, xalq manfaati bizni davlatimizning eng ustuvor vazifasi. Olib borilayotgan barcha sa'y-harakatlar albatta xalqimizni
tinchligi, xavfsizligi, xalqimizni rozi qilish maqsadida olib borilmoqda. Bunday sinovli kunlarda biz bir yoqadan bosh chiqarib, qat'iy temir intizom bilan hamkorlikda harakat qilishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta, temir intizom bilan ish olib borsak, har qanday sinovli kunlardan betalofat o'tamiz. Shuning uchun aziz tumandoshlar, avvalambor asosiy e'tiborni oilamizga, ota-onalarimiz, farzandlarimizga qaratishingizni so'rardim. Bunday sharoitda uylarda is gazdan zaharlanish, yong'in xavfsizligiga rioya qilish kabi muhim masalalarga e'tiboringizni qaratishni so'rayman. Ochiq olovdan ehtiyotsizlik bilan foydalanish, qo'lbola isitish moslamalaridan foydalanish, shuningdek elektr energiyalaridan yashirincha foydalanish og'ir oqibatlarga, hattoki inson hayoti bilan bog'liq bo'lgan holatlarga olib kelishi mumkinligini va bunday harakatlarga yo'l qo'ymasliklaringizni iltimos qilaman. Gaz hidi chiqqanda yoki boshqa bir elektrda uzilishlar, avariya holatlarini sezsangiz, quyida ko'rsatib o'tilgan telefon raqamlariga murojaat qilishlaringizni so'raymiz. Har qanday murojaatingizga tezkorlik bilan munosabat bildiriladi va tezkorlik bilan murojaatingiz bo'yicha yuzaga kelgan muammolarni bartaraf qilish choralari ko'riladi. Hurmatli tumandoshlar, avvalambor gazni keskin quvurlarda pasayishi, elektrga bo'lgan ehtiyojni ortishi, elektrni tejamkorlik bilan ishlatmasligi avariya holatlariga olib kelishini sizga eslatib o'taman. Nostandart isitish vositalaridan foydalanmang. Elektrni tejab ishlating. Bunday tejamasdan ishlatish oqibatida sodir bo'lgan avariyalarni bartaraf qilish uchun vaqt va juda katta mablag'lar talab qilinishi mumkin. Hurmatli tumandoshlar, tumanimizda tashkil etilgan shtab va ishchi guruh bilan siz bilan hamkorlikda bu sinovlardan betalofat o'tamiz. Buning uchun barcha kuch vositalarimiz, imkoniyatlarimiz mavjud. E'tiboringiz uchun rahmat.